Krevetkali. Kim aytdi uni tayyorlash qiyin deb? Bugun 10 minutda uyda turib restoranskiy pasta tayyorlashni o'rganamiz. Bu esa sizlar tayyor holatda sotib oladigan krevetkani. Ulardan baliq hidi kelishini xohlamasanglar, har doim svejisini sotib olinglar. Agar topolmasanglar, magazin variantini ustiga bo'ktirib qo'ysanglar ham hidi ketadi. Krevetka tozalash juda oson. Oldin ularni boshini, keyin qorin qismini kesib olamiz. Vilkada bir tortsanglar qobig'i o'zi keladi. Yo'q, qo'lda archib olsanglar ham bo'ladi. Krevetka tozalash asosiy sababi o'zi mana shu qora narsasini olib tashlash. Bu narsa ham qorin ham tepa qismida bo'ladi, lekin ko'p restoranlar buni tozalamasdan tayyorlaydi. Yarim tayyor holatda olganinglarda ham bu narsaga alohida e'tibor beringlar. Krevetkadan pasta tayyorlash oldingi retslarda bor va bu 15 minutda tayyor bo'ladi. O'zinglar xohlagan yengil sabzavotlar bilan 10-15 minut atrofida qovurib olamiz. Krevetkalar o'zining rangini o'zgartirdimi, demak ular tayyor. Ustiga oldinroq tayyorlangan guruch yoki pasta solib aralashtiramiz va dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Italyanskiy restoranda ham bunaqa ta'm chiqarib beramiz. Albatta qilib ko'ringlar.